bugun uka Qirg'iziston buqalari, bunaqa 130 kilosi buqalar 22 million 500 ming so'mdan. Bunaqasi faqat Azamat Uzda Langar bobodan Sharibboyda bo'ladi. Videoni o'tkazmasdan akalar oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolasa sizlar uchun 22 million 500 ming so'mdan mana shunaqa 130 buqalar topib qo'ydik akalar. Laglarni bosib turinglar, bo'lmasam biz videoni boshladik aka-ukalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli Azamat Uz kanalining obunachilari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan aka-uka, do'sti birodarlarimiz. Hurmatli obunachilar, bugun biz sizlar bilan Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Langar bobo qishlog'idamiz. Xudo xolasa bugun sizlarga akalar paltarashga, boqishga tayyor boqmoq bo'ladi akalar, video syomkasini qilamiz. Kanal rivojchan akalar, bittadan like bosib, obuna bo'lib ketsalar, ozginagina mehnatimizni qadrlagan holda aka-ukalar, biz bundan bag'oyatda xursand bo'lamiz aka-ukalar. Bugun Xudo xolasa hafta kuniga payshanba akalar 28-may kunida ko'rishib turibmiz. Videodan like bosib tursalaring, Sharibboy akam xonadonidamiz. Bugun akalar paltarashga boqmoq qoladi. Har doimgidek akalar yondirib, arzon narxlarda qo'yib berishadi. Assalomu alaykum Sharibboy aka. Assalomu alaykum Azamatjon, obunachilar. Assalomu alaykum Azamat Uzda obunachilari. Xudo xolasa, hop, hammalaringga katta rahmat. Mana qo'llab-quvvatlab like'larni bosib turibsizlar. Xudo xolasa har kuni Azamat mana ko'rib turishgan bo'lsa, 7 ta, 8 ta, 10 ta, 11 ta mol sotyapmiz. Xudo xolasa obunachilaringga boru, bugun uka vobshe tiniqlaridan, Qirg'izistondagi ham bor, bunaqa gibridlardan ham bor. Samiglavni qo'rqmay katta ketib aytaveraman, arzon. Ozon, eldan arzon, bozordan arzon bo'lmasa olishmasin. 7 boshini bir joyga olgan odamga Azamat, Xudo xolasa narxni borib bomba qilib beraman. Hurmatli obunachilar, bittadan like bosib, obuna bo'lib ketinglar. Bo'lmasam aka, boshladik biz videosini. Nima, like bosib aytibman. Akalar, Senga rahmat ketsin, Xudo xolasa buqa olishadi, buqa. Bu Jim bor. buqa olishadi bugun. boqishga tayyor akalar. Har doimgidek paltarashga boqmoq qoladi akamiz. Bugun zo'rlardan chiqarib berishadi. Ammo narx-navoni haqiqiy solishtirishsin. Nimagaki Xudo xolasa endi mana quruvonlikdan keyin endi har yili bo'layotganida narxlar sekin-sekin oshyapti. Bugun olgan odam foydada Azamat. Bugun olgan odam foydada. Xudo xolasa narxni qulay qilib imkon qadar. Azamat, hop, quloqlari kesilgan, endi kesilgandir, gibrid haligi narxini ko'tarish emas. Mana aka. Ha, mana bir ko'rsatib qo'y, tushungan aka-ukalarimizga. Molni orqasini ko'rishsin, oldini ko'rishsin. Xudo xolasa uzunligiga ko'ringlar. Hurmatli obunachilar. Xudo xolasa akalar bu yelkalardan 1.14, 1.15. 1.14, 1.15 kiyapti aka Xudo xolasa. Bu ana akalar yelkalariga bitta e'tibor beringlar. Xudo xolasa orqa qismini bitta ko'rsataylik aka. Aka orqanga tushmagan shekilda bu buqam Xudo xolasa. Obunachilar, mana orqasi sizlar uchun. Xudo xolasa akalar bu zoda buliga chiqarib berishadi mana shu buqamizda aka Xudo xolasa. Yerga yaqin bo'lib kilani Molondaqa katta bo'lib ketmaydi, lekin moloni qara, oldida tushungan aka-ukalar. Mana aka-ukalar. Buni qaranglar. Mana eda qara, mana eda Azamat. Belda qara. Aka metrda qo'ying. Metrda qo'ying. Mana eda qo'ying aka metrda. Xudo xolasa 20-25 mana. Mana. Xudo xolasa molini olishadi. Arzon narxda olishdi, Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, ko'ringlar. Azamat 1.18-19. Qo'yiq suyiga 1.15 ta olishsin. 1.15 ta. Hozirgacha buni metrlab sotmaganman, endi prosta uylariga borganda endi birorta mollariga solishtirib olishsin. 1.15 tanga Xudo xolasa akalar olaverasizlar. Bu qon orqa qismlariga bitta qo'yinglar. Orqasi ham jalik emas, lekin va aka orqasi ham gap bo'lishi mumkin. Hali to'xtab qolmaganda Ay buqa joning sog'. quloqlarda yeni bor men Azamat. Mashalloh, hurmatli obunachilar, like'larni bosib ketinglar. Xudo xolasa akalar, tuyoq qismlariga yana to'xtalib ketamiz. Behijolat ko'rib olishsin, Xudo xolasa. Tuyoq qismlarini ham ko'ringlar akalar, bo'g'in qismlarini ham ko'ringlar. Xudo xolasa tuyoq qismlarida gap bo'lishi mumkin emas, ikkala tuqqanimizda ham tuyoqlar o'smagan. Oriq tirg'i mollar emas-da. Xudo xolasa. Buqani gabaritiga bitta e'tibor To'g'ri berasiz. bo'lgan mollar. Mana. Yelka qismlarini qaranglar akalar. Buqani oldi o'zi dombullarga osibdi bir so'z bilan aytganda, akalar. Mana. Xo'p, aka molni ko'rsatdik. Gap pulida. Yondirib bitta qo'yib bering, obunachilar telefon qilishga solishsin. Uni jupini bor-ku. Nech pul qo'yamiz aka? Apkilor degan aka-ukalarimiz. Gapiring. 21 million 500 ming so'm Azamat. 21 million 500 ming so'mni. 43 million pul bo'ladi. 43 million Azamat so'mga. Uzdan mandirib chiqqan aka-ukalarimizga Azamat ketdi 42 million 500 ming so'mga. 42 million 500 ming so'm. Birinchi telefon qilgan odamga yana sunnatiga o'taman. Barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, 42 million 500 ming so'mga akalar. Bu joyga solishtirishsin. Zoda narxida pul bo'ldi aka-ukalar. Mollarni oldim. Aka, taxminan, mana shu vesini ayting, taxminan aka.
Azamat 300 Obunachilarga kilo qizilda. pilisda. Endi o'ta tushunib yormaymiz-ku, lekin 300 kiloga bag'ida. 300 Lekin kilo mollarga yetib pilis oladi. minisida. Aka ukalar ko'ringlar. Telefonda endi qanday endi boshqa yo'q. Vesini ham aytib o'tkazishga harakat qilyapmiz aka ukalar. 300 kilo pilis minisida. Xudo xolasa aka navbatdagi buqamizga o'tamiz. Mollar haqiqiy bugun Yaltillab shunlari qoldi yo'q keldi, ha. haligida modsa bo'ladi, Azamat. Mana oldiga Oriftirib mollar emas, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar. Yaxshilab ko'rishsin. Uni tering qay. Xudo xolasa akalarmi? Tering. Mana Rezinka. akalar. Xo'p. Paltarashga boqman buqaman degan ko'ramiz. Jonivorlar, Azamat. 120 ketdi aka. 120 pilus, Azamat. 120. Pilusga olish o'n qara. 10 qaranglar. Jonivorda. 10 qarang. Buqani borib, xudo xolasa obunachilaringga zo'rin to'p kelyapmiz. Mana hurmatli. Maza qilib boqishsin. Tuyoq qismlari ham hamma yo'g'i kelishgan bu qon. Azamat bu birinchisi. Xo'p, bu birinchisi aka. Endi mana ham juplab beraman. Ikkinchisi. Shvetini juplab berasiz aka. Xudo xolasa obunachilar. O'ta bo'lakcha narsa bu ham. Hurmatli akalar, ko'ring. Orqa oldi kelgan kichkina buqalar emas. Xo'p aka bitta o'lchaylik obunachilarga. Bo'ldi, Azamat jon mana. Haligi Obuna obunachilar tomon bo'lyapti, bu ko'ryapsanmi? Azamat 120 hozir mana real. 120 ga olishsan aka. 125 chiqyapti. Qo'yiq suyuga 120 pilistanga beraman. 120 pilistanga hurmatli obunachilar mana sizlar uchun bonusni dodasi xudo xolasa. Azamat, xudo xolasa eshiklardan kirib borganda borib, Mana. xursand bo'lib kutib olishadigan mol. Xo'p. Aka, gap bo'ladi har doimgidek. Azamat 20 Yondiramiz, kuydiramiz bo'lsin bu. Azamat 22 million 700 mingdan berasiz. 22 million 700 ming so'mdan Xudo xolasa chiroyli kamini qilib beraman. bexayr ish yo'q aka. Voy, telefon qilishsa ishlarini bitirib beraman. Azamat 22,5 milliondan olishsin. Baragasini bersin. Akalar, Xudo xolasa u ya 22,5 million so'mdan akalar olinglar mana shu bu qoladi. To'g'ri so'ramayman dedim akalar. Nima bo'lsa so'ragani ham odam. Azamat kilasi ham bor-da, bular. Kilasi ham bor-da aka ukalar. Nimalar emas, xudo xolasa. Akamiz to'g'ri aytadi. Voy aka siz har doimgidek gap bo'lishi mumkin Mana emas. videoni kuzatib yurgan aka ukalar aytibman, bitta astarga mol bo'lsa tekinga beraman. Gap bo'lishi mumkin. Qaydandir jicha-bicha arzon bo'lyapti, Azamat, xudo xolasa mana mol qolgan yo'q qo'limizda. Olgan odamlar xudo xolasa rahmat etib ketmon qilishyapti. Endi mana buqani alohida ko'rsat obunachilar. Navbatdagi Kallasi ham bor, haqiqiy buqa. Azamat korobkasiga bitta. bo'yinda qara, oyoq qo'lini ko'rsat, jani. Haligi nima desa bo'ladi, Azamat bedana tuxum bor. Qanaqa Rangini ham qarab. Qo'lon obunachilar ko'rib Xudo qo'tir bosib bergan, ketishmasinmi? Yo'q. Mana bu Xudo bergan Mana endi. akalar bu, ey akalar bu. Rang bu. Azamat. O'zini rangi. Realni ko'rsatib qo'yasan. 125. 125. Даже 26 27. Aka ukalar. Buqani qara, buqa, haqiqiy buqa, Azamat. Aytibman-ku. Ajab. Orqalariga bitta bor berdi, hurmatli. Buqani qara, Gazini aytibman-ku. qaranglar. Bedana deb olishaveradi, bedana tuxum. Tuyoq qismlariga ham bitta to'xtalib o'tib ketamiz aka ukalar. Xo'p, Azamat bu birinchisi uka. bu birinchisi. Endi mana uni ham ko'rsat. Janob, Ikkinchisi. Azamat mana shuni ham juplab beraman obunachilar. Juplab xudo xolasa obunachilarga. Molni. Chiroyli narx. Tuyoqlarini ham bitta chiroylab ko'rsatib qo'ysan, Azamat. Akalar tuyoqlariga ham bitta to'xtalib Mana o'tib shunaqadir ketamiz. gibrid bo'lgan. Ne? mol. Endi men size bo'ladi. Hamma mollarni tuyoqni ko'rsatishimizdan maqsad obunachilarimiz ko'pchiliklar bilan mol uzoq turish. Tuyoq tikka bo'lsa turaveradi mol. Tonna bo'lguncha. Xudo xolasa. Tuyoqlarni qaranglar ukalar. Mana orqa qismlari. Xo'p, Nimagadir gibrid Mana. chiqdim olib kelganman-da. Janob. orqalari ham. Kel. Udan buqan. 125 aka ketdi. Hozir Azamat. Ha, 125 tanga olib. Kilosini olib qo'ying, xudo xolasa baraka topadigan jarayonlar. Ularni narxini eshitib borib, xudo xolasa olib kelaver deyishadi. Bundaqa hali bachkana narx, balat narx bo'lgani yo'q. Xudo xolasa olishsin, maza qilsin, Azamat. Jupiga. Olishsin, maza qilsinlarga barakani topishsin boqlar. Dehqonni qo'liga tushib qolsa, olib ko'tardi qo'liga tushsa ham Azamat 25 million. 25 million. Azamat 23 milliondan berilsin. 23 million so'mdan kam bor aka xudo. Uka ko'p emas. 200 ming so'mdan o'tib beray aka. So'radim endi obunachilar uchun aka. O'tdim Azamat. 22 million 800 ming so'mdan yana bexayr ish yo'q. Baragasini bersin. Akalar, Yana 22 million 800 ming so'mdan mana shunaqa bu qoladi akalar. Bozorda ham bo'lmaydigan narxlar bo'ldi bugun akalar. Aloqaga chiqinglar, xudo xolasa, nasa bo'ladi. 1 metr, 1 o'm bu qoladigan akalar 23 million so'm chiqazyapmiz aka. Bozorlarga solishga Hey. so'rsin, xudo xolasa. Yemga olaman degan ko'klarimiz uchun. Mana. Modiya. Beqomat-yu aka bu. Sovuchlarni qaytarib, Shaltillab turgan jarayonlar. Nechini bo'ylaysan, Azamat? 125 plus. 125 baqayapti metr.
Mana. Metr yerda turibdi akalar. Metr yerda turibdi. Necha chiqyapti? Yeng mana. Bu 29 mi, 28 mi shunaqa chiqyapti. Azamat 25 plyusga olsa, molni bo'yi 1.30 kam emas. Mana akalar. 25 plyusga olinglar mana shu buqani. Chaynalib turishlarini qaranglar buni. Azamat bo'sh qop to'g'ri burchak. Mana yuvoshgina jonivar mana. Xudo xolasa vey. Haligi bir katta bo'lib sho'qrima emas mana jonivar. Haqiqatan bitta e'tibor bering. Bo'sh qop, xudo xolasa aka. Bo'sh qop, To'ldirsa 30 million. Xudo xolasa To'ldirsa 30 30 million bo'ladi. Xudo xolasa 2-3 oyda bo'lsa azamat molni boru. Korpusga baho berish Yana bo'g'imlarga ham bitta e'tibor berasizlar. Mana. Tuyoqlar azamat mana apki. O'ta o'zgacha. Bekarga haligi biz ham ko'p aytaman, buqa boqamiz mana ko'ryapsanmi? Bu dala mol, chista azamat. Chista bilan. Xudo xolasa Yo'qlar aytib turibdi aka o'zi. yemni olib borib ayamay berishaveradi. Xudo xolasa sababini qilsin ey. 2 oyda rahmat aytishadi, telefon sotdim azamat. Kichkina mol emas. Akamizni o'zi yelkasidan kelyapti. Endi narxda buni azamat. Gapiring aka, obunachilar uchun. 25 million. Ye. 25 Siz endi oxirida hammasini bitta yumasin deyishmasin, azamat 23 million 500 ming berishsin. Barakasini bersin. 23 million 500 millionga kelar. Salkam 1.30 buqa. Salkam 1.30 buqa. Bozorda 25 million so'm qoladi. Akalar aloqaga chiqinglar, xudo xolasa. Sizlar uchun zo'rdan zo'rlayinglar. Navbatdagi ayiq polvoni. Qidirib yurishibdimi? Qirg'izistondan aka oldin o'tgan, ha? Oldin o'tgan. Xudo xolasa bitta tuyoqlariga ko'rsatib qo'ysin mol. Xudo xolasa. Aka ukalar sizlar uchun o'tirib olib, sekin tuyoqlarni ko'rsating. Mana. Mana bo'ngqislarga ham bitta e'tibor berasiz. Imonlar ham, vaqvaqalarga ham bitta e'tibor berasiz. Mana orqa tuyoqlar, xudo xolasa. Orqa tuyoqlarga ham bitta qaranglar. Bo'g'imlarni ko'ringlar. Eng oldik gabaritlar mana. Shunda aqlga tushmagan shekilli. Yo'q, ayiq polvon shekilli. Azamat 1.29. Mana aka, realni ko'rsatib qo'yur, haligi. Mana akalar yerda turibdi. Mana. Mana. 29 ekan. 29. Voy, azamat, bu narsalar bor-ku. Hozirgi aytiladigan summasi ham klasiga xotirjam kelaveradi-da. Mol yo'qolligiga aytyapman-ku. Xudo xolasa bu motsa bo'ladi. Olgan odam sразу Bariga topadi. Hali buni nima qilib yurmaydi azamat? Oldidan ham ko'ringlar, bu qanday do'qonisi. Yora-yoraman turibdi ko'klar. Buqamisan buqa. Qo'shlarga ham bitta e'tibor. Qidirib yurgan aka-ukalarimiz bor. Xudo xolasa telefon qilishadi, azamat ishlarini bitirib beraman, jonivorda qarab. Endi hali katta narsa kichkina ham ko'rinadi-da telefonda. Bexijolat kelib ko'rib olishaveradi. Gap pulida aka. Azamat gap pulida. Bu narsani 26 million 500 ming so'm berishadi azamat. 26 million 500 ming so'mga vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida ketdi aka. Xudo xolasa o'tib ham beraman. Chiroyli qilib o'tganda ham 100 ming 200 ming o'tmayman azamat. Chiroyli qilib Obunachilaringga azamat uzdan manda chiqsin, chiroyli qilib o'tib beraman azamat. Musofirda ko'rib turgan akalarimiz uchun nima qilamiz? Musofirda ko'rib shunday telefon qilishsin 26 million so'm yetkazib. Barakasini bersin akalar. Ha, musofirdagi akalarimiz uchun akalar 500 ming so'm o'tib qo'yishdi. Ha, yana telefon qilsalar akalar bexiy ish bo'lmaydi. Ha, telefon qilishga shoshilamiz, sizlar uchun mana shunaqa zo'rlardan inamiz aka-ukalar. Endi azamat boshida aytildi. Boshida aytildi. Gap. Xudo xolasa bo'lsa, xalqqa bo'lsin, obunachilaring uchun bo'lsin. Aytdim. Xo'p, mana 21.5 dan qo'yildimi? Xo'p, 1.15 dan 1.30 plyus, 1.30 ga olsin. Azamat. Uka, ikkitasiga 1 milliondan qo'shilsin. Xo'p, narigindan uka 4 million olib tashlayman. Narigidan 4 million. Endi pashti azamat nashini narxida ketadi. Martga mart bo'lib uka deb telefon qilgan odamga 22 million 500 ming so'mdan Xudo xolasa 2026-yil 28-may payshanba kunida narxlar. O'tgan yilgi narx emas. 22 million 500 ming so'mdan yana xayrini qilaman. Barakasi. Aka-ukalar, 22 million 500 ming so'mdan. Bunaqa qilib molni to'plab olish ham oson bo'lmaydi o'zida akalar. Mol to'plab olish ham oson bo'lmaydi. Yana o'taman. Akamizga bittadan like deb bosib qo'llab turinglar. Xudo xolasa akalar, sizlar uchun mana shunaqa zo'r-zo'rlarni yig'ib qo'yishdi. Bittadan like bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Bugun biz yana sizlar bilan Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Langar bobo qishlog'ida bo'ldik. Sizlar uchun zo'rlardan xabar beramiz akalar. E'tiborlaring uchun rahmat.